nimaga chiqamiz u yerda? Radioga chiqar ekan. Hozir biz Yangiobod sanatoriyamizda dam oluvchi mehmonlarimizdan sanatoriyamiz haqida fikrlarini so'raymiz. Sanatoriyamizni qaysi jihatiga ko'proq yoqadi? Birinchi o'chirda toza havosi, to'rtta tog'ni o'rtasida bo'lgani, xuddi menga Sevastopoldagi ozera Ritsaga o'xshaydi. Shunisi yoqadi. Вообще zo'r. O'ylaganimdan ham zo'r. Bu yerda skulpturalari, xodimlarning shirin so'zligi, tabiatning manzarasi, asosan basseyn uchun ham kelaman men. Bu yerda dam olayotganlarga bo'lgan muomala, xushmuomalali, hamma xodimlar yaxshi. Biz har yili kelamiz, bizga juda yoqadi. Hammasi yaxshi. Massaj ham yaxshi, gidromassaj yaxshi. O'zimizga chiqadigan basseyn yaxshi. Havosi toza. Havosi yoqadi menga. Kelaman, dam olib ketaman. Sanatoriyning hamma qulayliklari yoqdi menga. Bahavo joylari, hammasi yoqdi. Hammasi ko'ngildagidek. Hammasi zo'r. Yangilik olyapsiz. Ha, yaxshi. Kayfiyatda doimiy qanaqa holatda yuribsiz? Zo'r, a'lo, yaxshi. Pitaniya yaxshi, ozoda, shovqin yo'q, ortiqcha. Suvlari tabiiy. Menga anaqani massaj bor-ku, yotib taxtali massaj bor ekan-ku, o'shani sirasi yoqdi. Hammasi yaxshi. Ovqat bilan ta'minladi, mana abitini qildik. 1000 marta rahmat. Yeb ichirganim uchun birinchidan Alloh ham sanolar bo'lsin. Zo'r ovqatlar ham zo'r ekan. Kamchilik yo'q. A'lo darajada. Baho qo'yib ketaman ketishda.